Assalomu alaykum, hurmatli opa-singillar. Bugun sizlar bilan juda ham mazali, oddiygina toshkentcha shilpildoq tayyorlaymiz. Demak, bizga go'sht kerak bo'ladi. Go'shtni hamma har xil soladi. Men o'rtacha soldim, ya'ni 400 gram go'sht bizga yetib ortdi. Go'sht, kartoshka, sabzilarni imkon qadar bir xil shaklda to'g'rab olishimiz kerak bo'ladi. Mana go'shtlarimizni to'g'rab oldik. Xuddi shunaqa shaklda to'g'rab olamiz. Endi navbat piyozimizga. Piyozni o'rtacha kattalikda bitta piyoz olamizda, uni maydalab to'g'rab olishimiz kerak. Piyozimizni ketidan sabzini, kartoshkani ham bir xil shaklda to'g'rab olamiz. Bu videoda ishlatilgan barcha masalliqlar kichkina bir oilaga mo'ljallangan. Agar sizning oilangiz kattaroq bo'lsa, ko'proq qilasiz. Bu o'zimizning xalq tilida aytganda toshkentcha shilpildoq deb nomlanadi. Buni qozoqcha 5 barmoq bilan adashtirib qo'yishimiz kerak emas. Qozoqcha 5 barmoq mutlaqo boshqacha tayyorlanadi. Keyin qozoqcha 5 barmoqqa go'sht ko'proq solinadi. Kartoshka, piyoz solinmaydi. Shunga ham e'tibor beramiz. Hamda xamirimizni yoyilishida ham, kesilishida ham shilpildoq bilan 5 barmog'i o'rtasida farqi bor. Mana kartoshkamizni bo'lib oldik. Endi tovamizga yog' solamiz. Yog' solganimizdan keyin go'shtimizni seli chiqquncha qovurib olishimiz kerak bo'ladi o'rta olovda. Mana ko'rib turganingizdek, go'shtimizni qovurib oldik. Endi maydalab to'g'rab qo'ygan piyozimizni solamizda. Bularni ham hammasini yaxshilab qovurib olishimiz kerak bo'ladi. Go'sht bilan piyozni qovurayotganimizda olovimiz juda ham baland bo'lishi kerak emas. Chunki agar olov baland bo'lib ketsa, piyozimizni kuyib ketishi ehtimoli bor. Bu esa ovqatni ozgincha taxir chiqishiga olib keladi. Piyoz bilan kartoshkani qovurib olganimizdan keyin ketma-ketlikda sabzi, kartoshkani solamizda, ularni ham yaxshilab qovurib olamiz. Kartoshka bilan sabzini juda ham ko'p qovurib olishimiz shart emas, chunki suv solganimizdan keyin o'zlari birpasda pishadi. Endi tabga ko'ra tuz, murch solamiz. Kimlardir sarimsoq, piyoz ham solish yaxshi ko'radi, kimlardir yaxshi ko'rmaydi. Endi 1 choy qoshiqda tomat solamiz. Hammasini endi yaxshilab aralashtirib olganimizdan keyin suv solamiz. Endi bularni qaynatamiz. Qozonchamizga suvni ko'proq solamiz, chunki ko'p oilalarda shilpildog'i suvli bo'lganini yaxshi ko'rishadi. Endi mana xohishga ko'ra ko'kat solganimizdan keyin zirvagimizni sekin-asta qaynatishga qo'yib qo'yamiz. Zirvagimiz qancha ko'p qaynasa, shuncha mazali chiqadi. Endi shilpildog'i xamirini tayyorlashni boshlaymiz. Idishimizga suv, tuz va 1 dona tuxum solamiz va undan keyin 450 gram unni elagimizdan o'tkazib, yaxshilab elab, qattiqqina xamir qorishni boshlaymiz. Xamiri uchun ishlatayotgan unimiz agar oliy sifatli un bo'lsa, unga tuxum qo'shishimiz shart bo'lmaydi. Ammo lekin birinchi sort yokida aralashgan un bo'lsa, unga tuxum qo'shganimiz yaxshi, chunki qaynayotganda xamirlarimiz yirtilib ketmaydi. Mana ko'rib turganingizdek, endi asta-sekinlikda xamir qilishni boshlaymiz. Shilpildoqqa xamirimiz qattiqqina bo'lishi kerak. Zuvalamiz tayyor bo'lgandan keyin ustini salofxonlab olib qo'yamiz. Oradan 10 minut o'tgandan keyin stolimizga yana un sepamizda bir marta xamirimizga ishlov beraveramiz. Keyin bu xamirimizni 40 minutga olib qo'yamiz. Oradan kerakli vaqt o'tgandan keyin endi stolimizga un sepamizda xamirimizni yoyishni boshlaymiz. Shilpildoq xamiri juda ham yupqa yoyilishi kerak emas, o'rtacha qalinlikda xamirimizni yoyib olishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, asta-sekinlikda xamirlarimizni yoyib olishni boshladim. Endi ishimizni orasida menga chiroyli kommentariy yozib, kanalimni rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shayotgan hamda
ko'nglimni ko'taradigan chiroyli so'zlar yozayotgan hamma opa-singillarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Menga nimaiki yaxshilik tilagan bo'lsanglar, o'zingizga ham xuddi shu yaxshilik qaytsin. Chunki bunaqa chiroyli kommentariyani o'qib, odam albatta ko'ngli juda ham ko'tariladi. Hammanglarga katta rahmat. Endi ishimizga qaytadigan bo'lsak, mana xamirlarimizni yoyib oldik. Endi bularni chiroyli qilib kesib olishimiz kerak bo'ladi. Hamma xamirni kattaligini har xil kesadi. Mening yosh bolalarim ko'p bo'lgani uchun ozgincha shilpildog'imizni kichkinaroq kesaman. Yeyishlariga qulay bo'ladi shunda. Siz o'zingizni oilangizga mos qilib kessangiz ham bo'ladi. Mana asta-sekinlikda kesishni boshladik. Xamirlarimizni oxirgi marta o'qluvga o'rayotganimizda albatta nomiga orasiga un sepish esingizdan chiqmasin. Shunda xamirni lentalarni yoyayotganimizda noqulay bo'lmaydi o'zimizga. Yana bir kichik eslatma. Videoyimni qaysi joydan turib tomosha qilyapsiz, shuni ham kommentariyada yozib qoldirsangiz. Chunki bu meni juda ham kayfiyatimni ko'taradi. O'zbekistonning juda ham ko'p nuqtalaridan turib videoyimni tomosha qilishar ekan. O'tgan safargi videoyimda aytib qoldirgan edim, juda ko'p o'tsiz oldim shunga. Rahmat mana videoyimga e'tibor berib o'tsiz yozayotganinglar uchun. Kesilgan xamirlarimizni idishchaga solganimizdan keyin buni orasida kattaroq bir idishimizda suvimiz qaynab turgan bo'lishi kerak. Endi bu suvimizga 1 choy qoshiqda tuz solamiz. Tabga ko'ra ozgincha yog' sovorsak ham bo'ladi, oddiy pista yog'ini. Pista yog'i soldik, suvimiz qaynab turibdi. Mana endi xamirlarimizni birin-ketin hammasini solib olamiz. Laganda kesilgan barcha xamirni men shu suvda pishirib olganim yo'q. Agar shu suvni o'zida pishirmoqchi bo'lsangiz, suv kattaroq bo'lishi kerak. Men qolganini olib qo'yganman, sal turib keyin yana boshqadan pishirganman. Idishimizga, qozonchamizga, ya'ni xamirlarimizni soldik. Endi bularni aralashtirib turishimiz kerak bo'ladi. Xamirimizni tegi olovi, ya'ni baland bo'lishi kerak. Xamirlarimiz 6-7 daqiqada pishib tayyor bo'ladi. Buni orasida zirvagimizni agar o'chirib qo'ygan bo'lsak, tegini yoqib, uni ham qaynoq qilib tayyor qilib turishimiz kerak. Endi bu solingan xamirimizga 3 ta yoki 4 ta lagan ketadi. Birinchi laganlarimizni tagiga nomiga shu zirvaga suvdan quyib olsak ham bo'ladi. Mana shilpildog'imizni mana suzishni ham boshladik. Xamirlarimizni solishimizdan oldin ozgina zirvak solamiz. Asta-sekinlikda tayyor bo'lgan xamirlarimizni ham solamiz. Birdaniga laganimizga ko'p xamir sovurishimiz kerak emas. Bu ozgincha yeyotgan odamga noqulaylik keltiradi. O'shaning uchun yeyiladigan darajada xamir solamizda, uni ustidan yana zirvak solishimiz kerak. Hurmatli opa-singillar, shilpildog'imizni ham birgalikda tayyorlab oldik. Agar videom sizga yoqqan bo'lsa, like bosish esingizdan chiqmasin. Kelasi videolarda yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.